Assalomu alaykum Grand Viza obunachilari, hurmatli do'stlar. Bugun mehmonimizda Salohiddin Azimov ukamiz xokkey bo'yicha jahon chempioni. Assalomu alaykum Salohiddin. Assalomu alaykum. Ukam kelganingizdan juda mamnunmiz, vaqt ajratganingizdan va shunchalik e'tibor qilganingizdan. Keling, azizcha sizdan intervyu o'tamiz. Birinchi xokkey chempionlaridan hozirgi kunda siz chiqdingiz. Shuning uchun bu sportga qanaqa kirib keldingiz? O'zi nimadan qiziqqansiz? Qanaqa bu ideya kelib qolgan bu sportga ketishingiz? Shuni sal tushuntirib bersangiz. Adam o'zlari oldin xokkeyist bo'lganlar, xokkey bilan shug'ullanganlar. O'zim trenirovkalarni ko'rib turardim. Keyin bir payt adam menga aytganlar, xokkey bilan shug'ullanmoqchimisan. Aytganlaridan keyin uch ko'rganman, keyin menga bu sport yoqib qolgan. Ya'ni mana 5 yoshdan boshlaganman uchishni. Keyin o'sha 7 yoshimda meni Qozog'iston komandasi o'ziga chaqirgan. Men 3 yil Qozog'iston komandasiga o'ynaganman. Qozog'iston chempioni bo'lganman. Qozog'istonda ham endi chempion bo'lib kelgansiz. Qozog'iston chempioni bo'lganman. Do'stlar, bu Salohiddin ukamizni Yerevanda kattalarning o'rtasida bo'lib o'tgan jahon chempionatini chempionlik bo'lgan medallardan biri. Maqtash emas, qo'yib qo'yganim 15 yoshda bo'lib turib, 30 yoshli odamlar bilan xokkey tushib, jahon chempioni bo'lib kelganlar. Ta'rifga til ojiz do'stlar. Uje mana yoshlardan chiqib kattalarga o'tganingizda farqi bo'ldimi? Или uje ko'nikib ketganmisiz? Endi конечно farqi bo'ladi, chunki yoshlarning orasida faqat 18 yoshgacha bolalar. Kattalarning orasida uje katta, uje kishilar o'ynaydi. Men hali 15 yoshli bolaman. Orada qiyin bo'ladi. O'zingizga nima ishonch bildirdi o'shanda? Men o'zi o'sha jahon chempionatida как молодой игрок hisoblandim. Bir yilda 2 marta jahon chempioni bo'lish juda xursand bo'ldik. Nechta gol urdingiz o'zingiz? O'zim общий turnirdami? Da. 7 ta gol va 6 ta pas berdim. Oh. Yevropada o'zingiz yaxshi ko'rgan davlatingiz? Yevropada janob ko'p joylarda bo'lmadim, lekin endi menga ko'proq yoqqani bu Shvetsiya bo'ldi. Shvetsiya. Nimalari imенно? O'zi shahari Stokgolm chiroyli ekan, poytaxti, odamlar ham yaxshi. Ammo qiziqadi, baribir xokkeydan necha pul topib, men buni Salohiddindan so'ramayman, chunki bu unaqa intervyu emas. Xudo xolasa kelajakda planlaringiz qanaqa, necha yoshda uylanmoqchisiz? Uni endi bilmayman. Bilmaysiz. Hozir 60 yillar bor? Yo'q. Так что ko'rdinglar, zametga yopib qo'yasiz. Shuni aytib o'tishim mumkin lekin. Shuning uchun Xudo xolasa kelajakda o'yinlaringizga omad tilab qolaman. Rahmat. NHLga nasib o'tinglar. Inshaalloh. O'zbeklarimiz UFCga chiqdi, xokkey bo'yicha ham O'zbekiston nomini yuqori ko'tarishda nasib qilsin sizga bayroqlarimiz. Biz nuqul xursand bo'lamiz falan. Rahmat sizga shunchalik vaqt ajratganingiz uchun ham. Chaqirganingizga. Siz ham salomat bo'ling, shunchalik e'tibor uchun. Salohiddin ukamizni menga, ya'ni Grand Viza komandasiga shayba sovg'a qilib olib kelibdilar. Shunga faqat bir iltimos, endi o'zingiz qo'l qo'yib berasiz, chunki men uni olib qo'yaman. Bo'ldi. Ana do'stlar, bugungi kun muhrlandi tarixga muhrlangan nimaga? Xudo xolasa ertaga Salohiddin ukamiz NHLdan juda mashaqqatli kubokda o'ynayotganlarida mana shu narsaga qarab men eslayman yutganlarni. Mana Salohiddin ukamiz menga podarka qilib ketganlar deb. Bu kun mana tarixga Grand Vizaga muhrlanib qoldi. Salohiddin ukamiz bizda Grand Viza bilan birga ishlaydi. Ya'ni viza yordamlari bo'yicha xalqaro mana shu vizalarni to'g'irlash bo'limi bo'yicha biz mana shu yerda xizmat ko'rsatamiz. Va Salohiddin ukamizga tashakkur etib qolamiz Grand Viza komandasi nomidan va shunchalik mamlaqa menga etadi e'tibor. Eng yomon e'tibor uchun, shunchalik sovg'a uchun men bularga rahmat deb qolaman. Salohiddin ukam, rahmat